Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'zbekistonda va dunyoda kuzatilayotgan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bitta like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda maosh va pensiyalar qanchaga oshiriladi? Batafsil videoda bilib olasiz. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Bu haqda Zamuz xabar berdi. Mazkur hujjatda kelgusi yilda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag' xizmatlar narxining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadlarini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori suratda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisobiga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1 trillion 697 milliard so'm talab qilinadi. Pensiyalarni 1% ga oshirish uchun esa 832 milliard so'm zarur bo'ladi. Jami ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172,8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Shu bilan birga, maoshlarga oid to'lovlar davlat byudjeti xarajatlarining qariyb 42,9% ni tashkil etadi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm, pensiyalar uchun esa 86,1 trillion so'm, nafaqalar uchun esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Avvalgi strategiyalarda ham maosh va pensiyalarning kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda, davlat ijtimoiy xarajatlarni oshirish orqali aholi daromadlarini qo'llab-quvvatlashni izchil davom ettirmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi.